Assalomu aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, bog'bon akalar va bog'dorchilikka qiziqadigan akalar va opalar, musofir yurtdagi barchalaringizni umrlaringizga umr yetkazishingizni tilab qolaman. Bugungi mavzumiz shaftoli va olma, gilos haqidagi mavzu bo'ladi. Shaftolida ahamiyat berish kerak ildiziga. Birinchidan ko'chat olganda ildiziga ahamiyat berish kerak. Ikkinchidan taypaymandlikka ahamiyat berish kerak. Gilosni maxsus o'zini taypaymandligiga ahamiyat berish kerak. Ko'chat olayotgan vaqtida va olmani karli, pakanalik, M9 va boshqa taypaymandlikka ulanganlarni olish kerak. Keyin sortiga ahamiyat berish kerak. Erta pishari bor, o'rta pishari bor, kechki pishari bor mevalar. Ekkandan keyin parvarishini qilish kerak. Abreskasini to'g'ri bajarish va kimyoviy preparatlarni, ozuqalarni, tagiga beradigan ozuqalarni to'g'ri bajarish kerak. Mana shaftolimizni holati va hosildorligi yaxshi. Bu 2-yildan mevaga kirgan. Mana shakl berganman. Mana o'rtada shamol aylanish, kelajakda shamol aylanadi va hosildorligi yaxshi bo'ladi. Olmalarda ham, giloslarda ham xuddi shunday. Olmani gullagan davrida tepa qismida olmani gullagandan tepa qismini mevasi yo'q bo'ladi. Uni olib tashlash kerak, abreska qilish kerak va tez o'suvchi novdalarni siyraklashtirish kerak. Qishki erta bahorga keladigan vaqtida abreskasini to'g'ri bajarish kerak. Mevali shoxlarni kesib tashlamash kerak. Mevasiz tez o'suvchi lider shoxlarni olib tashlash kerak va masofa razmerlarni orasini to'g'ri qilish kerak. 20 qilib ham kosasimon qilish kerak. Har xil usulda qilib to'g'ri bajarish kerak. Mahalliy mevalar o'zini o'zi changlatolmaydi va giloslar changlatolmaydi. Chunki giloslar mahalliy giloslar yomg'irda yoriladi. Hozirgi intensivniy giloslar yomg'irda chidamli va sifatli giloslar. Ular o'zlarini o'zi changlatadi. Olmalar ham xuddi shunday o'zini o'zi changlatadigan intensivniy olmalar bor. Shaftolining navlari ham xorijdan kelyapti. Ular ham o'zini o'zi changlatadi va bizdagi nimalar shaftoli va olma, giloslar, noklar arlar changlatadi. Arlar nishini kelib changlatuvchi naychasiga kelib changlatmaklab ketadi va o'sha hosillar yaxshi bo'lishi uchun yana boshqa hasharotlar ham bor. Ariga o'xshaydigan yovvoyi ular keladi, changlatuvchi nimani yeb ketadi va gul tashlaydi. Gul tashlash yana bir sabablariki tagida ozuqa bermaslik, ya'ni temir modda yetishmaslikdan ham to'kilib ketadigan sabablari ham bo'ladi. Undan keyin meva kattalayotgan vaqtida ahamiyat berish kerak. Mevalar qurtlamaslik, pishgan davrda qurtlamaslik, mevalar irimaslik, chirimaslik va bozorga olib chiqqanda yeriga qilib olib chiqish kerak. To'g'ri sug'orish va mevali daraxtlarni o'rali paytiga amofos va
selitra berishlik, sug'orishlik, gullik davrida sug'orishlik, undan keyin pishadigan davrda sug'orishlik, issiq joylarda bo'lsa tez sug'orish kerak bo'ladi. Havo issiq rayonlari bor, issiq rayonlari bor. Ularga intensivni mevalar, ya'ni ko'p turlarni tavsiya etmayman, chunki ularda iqlimda to'g'ri kelmaydigan giloslar bor, to'g'ri keladigan giloslar bor. Olmalar ham, intensivni olmalar ham to'g'ri keladigan bor, to'g'ri kelmaydigan navlari bor. Shaptollar to'g'ri keladi, faqat shaptollarda ham to'g'ri parvarish kerak. Shira tushadi va hasharotlar kelib bargini yalaydi, bargini gullari, barglari to'kiladi, o'sish to'xtaladi, daraxt oyma-oyga borib, ko'kligini kuzgacha daraxt tanadan, tepa novdadan yangi chiqargan novdalarni qolishni boshlaydi. Kelasi yilga keyin tinchish boshlaydi. Keyin qurt yeyish, qo'ng'isomon qurt bor. Tomirda g'ajiydi, tomir kasallanishiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Tomir kasallanishiga qish davrida dorisini sepish, tomiriga dozasini normal qilib sog'lom bo'lish va tanaga ham to'g'ri ishlovlar berish, tanasiga dorilarni sepish, mevali vaqtida to'g'ri bajarish, qand moddasini baland qilib ushlash. Agar qand moddasini baland qilib, mevani qand moddasini baland qilib ko'tarmasangiz, dozani ko'p qo'ysangiz taqir bo'ladi, shirinroq bo'lmaydi, ta'msiz bo'ladi va meva yaxshi pishgan vaqtida qorayib, irish, har xil yorilish sabablari bo'ladi. O'shandan keyin mevangiz hosil ololmaysiz, nobud bo'ladi. Siz bankrot degani bu degani. Kimyoviy preparatlarni har xil nomlash kerak. Qaysi davlatda, qaysi firmada, qaysi davlat chiqaryapti mevani o'zini, mevali daraxtlarni o'zini kimyoviy preparatlari bor. 90%ligi, 85%ligi, 75%lik. O'shalarni to'g'ri bajarish kerak va to'g'ri yo'nalishda qilish kerak. Bozordagi ko'chatlar asosan kasallangan, tomir kasallangan va daraxt kasallangan, shamolda ko'p qolib ketgan ildizlari va takpayvand deb sizdan bo'g'im joyda o'sgan nimasini beradi. Siz o'sha vaqtida siz katta xato qilgan bo'lasiz. Chunki pulingizga kuygan bo'lasiz, aldanib qolgan bo'lasiz. Ular agronomlikni o'qimagan, olib sotishni biladi. O'zimda ham shunday. Aniq sug'urtani sizga bera olmaydi, tavsiya qila olmaydi, aniq deydi, aldaydi. Gilos olsangiz ham xuddi shunday. Bozordagi ko'chatlar birontasi Tojikistondagi, O'zbekistondagi bozor ko'chatlari talabga javob bermaydi. Chunki ko'p kasallangan ko'chatlarni olib chiqishadi, sotishadi, aldashadi. Savol bersangiz savolga javob bermaydi, javob bera olmaydi ham. Даже ko'p nimalarni qilsam, nimaga deydi, nimaga deb turadi, basharangizga qarab turadi. Salomat bo'linglar. Savollaringiz yoki nimalaringiz bo'layotgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shaptolida, mevali daraxtlarda muammolar bo'layotgan bo'lsa, yechimlarni yechib beramiz. Qiyinchilikdan chiqish uchun kommentariyaga yozishlaringiz mumkin, savollar berishlaringiz mumkin. Tashakkur. Salomat bo'linglar.